Yaxşımısızlar, görünmezler. Bugün ben Uygurca tekstini ovozga aylantirish jarayonini ko'rsatib chiqmoqchi. Tekstni ovozga aylantirish texnikasini odatda biz TTS deb ataymiz. Bu texnikaning qo'llanish doirasi bek keng, eng ko'p robotlarni so'zlatish, ovozli kitob yasash va kinofilm ishlash degandek sohalarda keng ishlatiladi. Sun'iy aql texnikasining taraqqiy qilishiga ergashib TTSlar bek suhbatlashib ketdi. Nurg'un tillarning o'ziga xos TTS'lari bor bo'ldi. Gerçi Uyg'urcha TTS to'g'riliq tadqiqotlar va izlanishlar davom qilayotgan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar biror Uyg'urchani qo'llaydigan bozorlashgan TTS yumshoq detali yo'q. Bugun men bu masalani qisman hal qilishning usuli to'g'risida to'xtalman. Hammamiz bilgandek Uyg'urcha oz uchraydigan yozilg'ini bo'yicha o'qiladigan tillarning biri va Uyg'ur tili boshqa turkiy tillar bilan qarindosh bir til. Bo'libmi Uyg'urcha O'zbekchaga bek yaqin. Hozir O'zbekchaning o'ziga xos sifatlik TTS'lari bor va bu TTS'larni qo'llaydigan, bozorlashgan yumshoq detallarmi bor ekan. Bugun men shunday bir yumshoq detaldan foydalanib turib, Uyg'urcha tekstni ovozga aylantirish jarayonini ko'rsatib chiqmoqchi. Mana mushu turbat men boya so'zlab o'tgan TTS yumshoq detali hamda bu TTS yumshoq detalda 90 ga yaqin tillarninki TTS bor ekan. Voice deganga kirsak, bu tillarni ko'ra olamiz. Men birinchi qatam 90 ga yaqin tillar desa balkim Uyg'urcha qilish mumkin deb qaradim, lekin Uyg'urcha yo'q ekan. Shunga men qarasam O'zbekcha bor ekan, O'zbekchaga kirib baqdim. O'zbekchaga kirsam, bu yerda burun aylantirib qo'ygan ovozlarni anglay olganmiz. Bu ovozlar nihoyatda sifatlikka. Pastga qarab baqsam, bular yana demosimi bor ekanda, bekorliqlarni ishlatalayotgansiz. Bu demoda 3 xil ovozni tanlay olayotgansiz. Shavkat, Zulfiya, Dilnoz, lekin saqlash formatlarini saqlay olayotgansizda. Bularni tanlab bo'lgandan keyin bu tekis degan yerga O'zbek latin yozig'ida xat yozishimiz kerak ekan. Hamda bu yerda albatta O'zbekcha yoziqliq. Shunga mushlar bir tekstni yozib bo'lgandan keyin, mush create audioni bosgandan keyin bu bir necha sekunddan keyin bu tekstni ovozga aylantirib beradi ekanda. Hamda bu yerda O'zbekchani yozsak, bu yumshoq detal buni O'zbekcha ovozga aylantirib beradi. Hamda bizning maqsadimiz Uyg'urcha tekstni mush O'zbekcha TTS bilan foydalanib turib ovozga aylantirish. Chunki O'zbekcha bilan Uyg'urcha bek yaqin, ham Uyg'urcha deganimizdek yozilg'ini bo'yicha o'qildi. Shuningga bu mumkinchilik bor. Hamda lekin Uyg'urcha arab yozig'i bo'lsin yoki Uyg'ur latin yozig'i bo'lsin, O'zbek latin yozig'i bilan farqli. Shuningga biz udul Uyg'ur arab yozig'i yoki latin yozig'ini ishlatamaymiz bu yerda. Biz avval Uyg'urcha arab yozig'ini yoki latin yozig'ini shu O'zbek latin yozig'iga aylantirishimiz kerak. Buni agar O'zbekchani bilsangiz, O'zbekcha latin yozig'ini bilsangiz, o'zingiz aylantirsangiz bo'ldi. Lekin agar uzun tekstlarni aylantirman desangiz, biroz vaqt ketishi mumkin. Men bu jarayonni osonlashtirish uchun bu yumshoq detalni tavsiya qilaman. Bu script converter for Uyghur, bu yoziq aylantiruvchi, Uyg'ur arab yozig'ini bir necha xil o'xshamagan yoziqlarga aylantira oladi. Buning ichida O'zbekchami bor. Agar Python bilsangiz, bu programni ishlatalaysiz. Bilmasangiz ishlatasiz, hamda faqat
biraz avval buluşunuz mümkün ben bu yerda bu programning ko'znikini açay. Bu ko'znakni ait oddiy bu yerda bir manba bor, nishon bor. Manba hamda bizningki o'zgartmoqchi bo'lgan tekstimiz odatda bu uyg'ur arab yozig'i bo'ldi. Nishon beshida quruq bo'ldi. Lekin biz nishonni tanlaymiz. Nishonni o'zbekcha qilib tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin convert degani bossak, mana hozir uyg'ur arab yozig'ini o'zbek latin yozig'iga almashtirib berdi. Almashtirib bergandan keyin biz buni ko'chirib olamiz. Ko'chirib olgandan keyin u torbatga qaytib kelamiz. Qaytib kelib bir şey çaplaymiz. Çaplab, keyin create audio'ni bossak, bir necha sekunddan keyin bu tekstni ovozga aylantirib berdi. Ovozga aylantirib bo'lgandan keyin siz bu ovozni anglay olasiz. Agar yoqtirsangiz tushirib olsangiz bo'ldi. Endi men aslida mishada ovozni sizlarga qo'yib bersam bo'ladi, lekin mening mikrofonim kompyuterga bog'liq bo'lgandan keyin bu ovozni qo'ya olmayotganman. O'zinglar sinab boqsanglar bo'ldi. Men birdamdan keyin shu videoning ostiga bir necha o'zbek latin yozig'ida yozilgan uyg'urcha xatlarni choplab qo'yman. Sizlar uni ko'chirib, shu torbatga kirib, o'zinglar shu ovozni hosil qilib anglab boqsanglar bo'ldi. Men angladim. Sübti menimcha xili yaxshi. 5-10 yilning oldiga mushunchalik texnika bo'lgan bo'lsa, bu xili ravus yaxshi TTS hisoblanadi. Lekin hozir sun'iy aqlning taraqqiy qilishiga ergishib, TTSlarning sübti bek yuqori olib ketdi. Nurg'un tillarninki o'zininki sifatli TTS'lari bo'ldi. Lekin hozirgacha uyg'urcha TTS yo'q. Bunun asosliq sababi bo'lsa, bizda yetarlik sonliq ma'lumotlarning bo'lmasligi. Agar sizlar shunday TTS, shu uyg'ur tekstni ovozga aylantirib beradigan, ovozni tekstga aylantirib beradigan texnikalarning uyg'urchasi bo'lishini umid qilsanglar, shu Common Voice, Mozilla degan proyektga yordam qilsanglar bo'ldi. Bu projekt shu Mozilla shirkatidan tarafidan o'tirib qo'yilgan. Bu faqat uyg'urcha uchun emas, bu tillar degan yerga kirsanglar, hamma tillarni ko'ra olasizlar, hamma tillarninki hozirgi statistikasini ko'ra olasizlar. Endi bu proyektning asosiy maqsadi bir ochiq sandalliq ovoz ambiri yasash. Chunki sonliq ma'lumotsiz bu texnikalarga erishgili bo'lmaydi. Odatda bu xil sonliq ma'lumotlarni yasash uchun nurg'unlagan mablag' ketadi. Bu faqat cho'ng shirkatlar, masalan Google, Microsoft, Meta degandek shirkatlarning bu xil iqtisodiy kuchi bo'ldi. Kichik shirkatlarning buni kuchi bo'lmaydi. Endi Mozillaning maqsadi shunday iyoni bilan yig'ilgan ovozlar orqali kichik shirkat yoki shaxslarning shunday sandallarga erishib, o'zininki ovoz tunish va ovoz hosil qilish texnikasining bo'lishini amalga oshirmoqchi. Endi bu proje boshlanganligi bir necha yil bo'ldi. Bu uyg'urchimi bu projening ichiga qo'shildi. Agar biz qarab baqsak, tillar deganlarga qarab baqsak, ko'rganinglardek bu yerda nurg'unlagan tillar bor. Agar tafsilotli deganga qarasak, bu nima edi? Mana tafsilotli qarasak, bu yerda nurg'un tillar bor. Hamma nurg'un tillar bor. Hamma tillarda shu iyon qilgan soatlari bor. Men jumlalarning keyiniga kirib qolibdim. Asli sonliq ma'lumotlar.
Hamkorlashtiruvchi soliq matbuotlar to'plami deb bu ham emas asli bu jumla bo'lmasa kerak. Birinchi betga qaytaylik. Birinchi betga qaytib qarab baksak mayli. Xatoga kirib qoldim, kechirgaysizlar. Bu her bir sandanninki nimasi bor dedi, hamda qanchalik bo'ldi, qanchalik bo'lmadi degandek hamda bir qanchalik odam o'qidi, qanchalik odam so'zladi degandek. Masalan, bu yerda inglizcha bor ekan, qarasanglar bu inglizchada mana hozirgacha masalan inglizchaning nihoyat mukammal TTS'lari bor. Bilsizlar buni. Shundaq taqdirdimi mushu to'rbatda inglizchada ovozga ilingan sondan 3200 soatdan jiqqa. Lekin agar Uyg'urchaga qarab baksak, bizningki soat endi 124 soat bo'ldi. Bu 124 soatmi endi bizningki mingdek pidoyi qarindoshlarimizningki yordamida bo'lgan narsa endi ish. Endi agar biz o'zbekchaga qarab baqalik, hozir TTS bor o'zbekchaninkida qanchalik bor qarasanglar mana o'zbekchaninki 263 soat bo'lib qolgan. Agar boshqa turkiy millatlarnikiga qarasaqmi, balki bizninkidan biz jiq bo'lishi mumkin. Tatarcha biza ozga, lekin qozoq, qirg'iz deganlar qilishga qarasak, bularni nihoyat kuchab buni kuchab taraqqiy qildiryapti. Qirg'izcha oz ekan. Uyg'urcha endi hozir shu o'rta ahvolda. Endi turkchaga kirsak, turkchaninkimi endi 105 soat ekan. Lekin bu deganimdek bu bir ochiq sondan, bu ochiq sondan turkchaning bu yerda 105 soat bo'lgani bilan, ya'ni turkchaninki Türkiye hükümeti tarafidan ovozga ilingan sandallar bor. Ularning sandallari ya'ni necha ming soat bo'ldi. Shuningga bular bu yerda jiq kuchayib ketmayapti endi. Lekin bizda undaq bir sandalimiz bo'lmag'achqa, shu birdan-bir proje hozir ham eng cho'ng proje hisoblandi. Şu mishada endi bizniki 124 soat bo'ldi. Endi qarab baksanglar, bu proje 2021dan boshlangan, hozirgacha to'xtab qolmadi. Har yili e'lon qilinib turdi bu sondan. Hozirgacha e'lon qilinib qarasanglar 124 soat. Eng oxirgi qatam e'lon qilingan sondanda 124 soat bor. Endi biz bu sondan agar 1000 soat bo'lsa, hozir Uyg'urcha ovoz sunish yoki Uyg'urcha ovozni hosil qilish texnikalari mukammallashib ketadi. Lekin 1000 soatga yetkazish pek tez ekan. Shunga bu projeni qo'llab bersanglar, bu projeniga qatnashish pek oson. Faqat shu login deganni besib kirsanglar bo'ldi. Agar Gmail accountinglar bo'lsa, Gmail bilan kirsanglar bo'ldi. Masalan, login with Google deb ya bo'lmasa o'zinglar ayrim bir email qurib, email bilan bu yerda bir account qurib, kirib ovozinglarni bersanglar bo'ldi. Bu jarayon butunlay nomsiz bo'ldi. Ama ovozimni berib qo'ysam, men shaxsiy uchildirim oshkorlanib ketamiki deb ansirmasanglar bo'ldi. Agar bu jihatda biza o'ylaydiganlar bo'lsa, shu sandallarni tushirib baqsanglar bo'ldi. Shu sandallarni tushirsanglar, shu hozir bizning Uyg'urlar ovoz olgan sandan bu yerimiz uchuq. Bir şey kirib tushirib baqsanglar bo'ldi. Yer tushirib anlab baqsanglar bo'ldi. Masalan, bir şey 926 odamda ovozni hamsi anglayolishlar, lekin ovozni ham anglayolishlar, lekin bu kishilarning kim ekanligini deb beramayizlar. Yani men bilmayman bu kishilarning kim ekanligini. Shuningga qarindoshlarningki ovozinglarni ko'plab e'lon qilsanglar,
bir kishidan keyin uncha ko'p e'yon qilishning hojati yo'q. Faqat bir necha yuz jumla o'qib bersanglar kifoya. O'qib bir necha yuz, masalan 300 jumla o'qib bersanglar, balkim yarim soatdek ovoz e'yon qilgan bo'lsiz. Her kishi yarim soatdan e'yon qilsa, ya'ni yana birer ming kishi yarim soatdan e'yon qilsa, biz bu 1000 soatlik sonlarni birdamchila hisobladik. Bu sondan bilan tayinib turib, Uyg'urcha ovozlanish va Uyg'urcha tekis ovoz hosil qilish texnikalari va yumshoq detallarni yasab chiqardik. Biz yasab chiqmagan taqdirdami, cho'ng shirkatlarmi bu sonlarni ishlatilganligi uchun ularningki bozorlashgan yumshoq detallarda Uyg'urcha bo'ladi. Xuddi Google Translate'da Uyg'urcha tarjimon bo'lgandek. Shuninga bu projeyga ko'plab yordam qilgan bo'lsanglar, rahmat. Avaz demak tabiiylik, avaz demak insonlik. Shunglashqa biz mashinalar chin ishlatishchanlikqa ega avaz texnikasini yaratishga bal bog'ladik. Ammo avaz sistemasi barliqqa keltirish uchun ijodkorlar intayin ko'p avaz manbasiga ehtiyojliq. Tarixdan buyon ko'p taraflamalik roli va tarbiyaviy ahamiyati bilan xalqimiz orasida davomlashib kelayotgan qimmatlik an'anaviy meroslarimizdan bo'lgan mashribimizning boshlanishi hammamizga xushallik va qarindoshlik tuyg'usi olib kelish birga. Milliy ruhimizning urg'ushiga o'zgacha bir uslubda ta'sir ko'rsatib, yiroq, yaqindan kelgan qarindoshlarimizni mashrab shodligiga cho'mdi edi.